Qaysi biri aka? Necha pul? Sarchamayapsiz? 1 million 100. Hurmatli obunachilar, 31 million 100 ming so'mga mashina ovozimiz savdo bo'lyapti. Assalomu alaykum. Hurmatli Vodiy Buqa kanalining aziz obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari, Novoz ishqibozlari 2025-yil 4-noyabr hafta kuniga seshanba Andijon viloyati Shahrixon Cho'ja Xoldonbek chorva bozorida haqiqiy Vodiy Buqa kanalining ashaddiy obunachilari uchun Novozlarni sizlarga e'tiborlarga havola qilamiz. Akalar, mehnatlarimiz yoqsa bir dona like bosib, kommentariyada fikr mulohazalarni qoldiraverasizlar. Kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmang. Boyaga necha pulga bermadingiz? Sotdim 26 million 100. 26 million 100 ming so'mga sirazi baragasini savdo qilinayotgan ko'ryapsizlar. Endi naryoqda ham savdosi bo'lyapti. Bugungi bozorda chiroyli qilib sizlarni ko'ngillarga xohlagandaqa syomka qilib beraman. Like bosishni unutmaysizlar. Aka, bozoringizni bersin. Nima bor? Massiga Boyaga qaysi biri? Qaysi biri? Necha pul aka? 30 million. Hurmatli obunachilar, 30 million so'm. Ha, kam dedim bo'ldi. 31 tepasiga bunga ham berganim yo'q edi. Sizga necha pul berdi aka? 31 ga berdi. Yo'l kela chiqim qilib atdi. Mana 31 ga bor baraka bo'ldi. Qarang. Bozorda aka, bozor. Zo'r barakasini bersin. Ye? Ikkita mol sotayotganlar bir-birlaring mollaringizni savdo qilyapsiz. Qaysi birini olyapsiz? Qaysi biri yo'q-ya? Olyapti aka. Yo'q-a? Necha pulga? 25 million. 25 million qancha ham savdo qilyapti? Ikkosi ham mol sotyapti, yonma-yon. Mol sotmaganda bir-birini molini olib qo'yadi. Eng zo'r variant shu. Ha? Mana. Gap yo'q. Hop. Voy. Shvetlar ko'rsatamiz no'g'lisi. Bu qo'la. Qarang, qatorasi terilyapti, Novoz. Kimga nechta, kimga 5 ta degan joyiga, hurmatli obunachilar. Aka, men kelingda. Qayskana? Vodiy buqalari. Bu mollar kimdan ekan endi, u egalari kim ekan? Mana o'zi shu savdo bo'lyapti shekilli. Savdo qilishyapti. Necha pul? 300 ming kam 25 millionga bor baraka bo'ldi. Hurmatli obunachilar, 24 million 700 ming so'mga. Bu sementalmi bu? Semental. Baraka bo'ldi. Dollar necha puldan oldi berdi bo'lyapti? 1 million 200 ming so'mdan oldi berdi bo'lyapti. Dollar ishqibozlariga hamda musofirda akalar. Bu buqalarni qarang, joning omon bu yurlar, qarang. Voy maşallah. Voy aka, bular necha puldan bermayapsiz? Oh. Qo'ydi pipaladi. Yaxshi bo'lsa. Voy aka, kimdan? 75 million. Jupini. Hurmatli obunachilar, 74-75 ta atrofida bir joyga jupiya savdo bo'lyapti. Voy aka, qo'lingizni olib turing, bitta fon olib qo'yaylik. Mana ham itaraylik. Cho. Qog'oz oladiganlar yo'q. Aka, qanaqa buni parodasi? Shvedda ham Germaniya shekilli bular. Hurmatli obunachilar, mana. Joni yomon mo'yullar, qarang. Haqiqiy pokiza ham o'qib qo'yibdi keyin, bor-ku. Sizniki bular? Naslga ham zo'r aytsa kerak bular, aka. Nasl to'xta o'zi. Voy maşallah, havas qildim. Havas qilib lagi bosib qo'yganda xonadonda eng kamida shunaqa 10 tadan bo'lsin. Bu aka hozirgisi 44 qilyapti. Voy aka, nomer bering. Hozirgisi olamiz. Nomer. 88 88 491 491 015. 015. Shu o'zingiz boqqanmisiz yo olganmisiz? Olganman. Boqqa odamga rahmat, mashinchalik qilib boqqan, otasiga rahmat. Maza qilib xonum, ko'rib. Aka, necha pul oldi bu? 5 tasi necha pul? 21 million so'mdan 5 tasi bir joyga baraka bo'ldi. Ha, bittasi bo'lsa. Voy aka, bozoringiz bersin. Mana savdo qilyapman. Kanim yo'q, boy aka. Qaysi biri? Ular bir bunday bo'ladi, bering. Men o'tib ketyapti. Bermaysam 700 ming so'm foyda bersa, akalar. Ajoyib ekan. Qaysi biri? Necha pul?
25 ga. 25 ga 24 million 500 ming. Ursanchilik bilan oldim. Ursamizni. Mana hurmatli obunachilar. Barakasi bersin. Hurmatli obunachilar, kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmaysizlar. Shunday ko'rib tursin, Vodiy buqalarining yozini oxirida podpisatsiya yoki o'z pechida obuna bo'lishmi. Laykni bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Bular kimdan ekan endi? Boyaga siz? Qalasiz? Hali mollar. Uyga sotyapti. Chiqmayapsiz bozorga? Nimaga marka 60 ta olarsiz? Rossiya oladi, Qirg'iziston. Boyaga nech pul bo'ldi? Shem nech pul bo'ldi? 17,5 dan 3 tasi. Qisirlar 17,5 dan 3 tasi. Yaxshi. Mana qarash. Boyaga uni nech pul bermayapsiz? 26 million 200 ming so'mga sotildi. Nech pul oldi? Voy! Nech pul oldi aka? 15,5 million. Boyaga bu gibrid shekilliga. Jonivori. Bu mesnimi bu? Yo'q. Qatiki bu, uzunlik. Ishqozga nomer beraylikmi aka? Ayting. 90 birli 651. 651. Voy maşallah, mana qarang. Voy joni yomon bu. Boyaga nech pul oldi bu? 47 millionga sotilmoqda. Xo'p, bu nomerini 91li 651 70 Ishqoz o'sanglar aloqaga chiqarasiz. Mana. Gap yo'q. Bular nech bilan sotilmayapti? Voy aka. Akalarim 45,5 so'rayapti, 50 ga berilmayapti. Jupini 45,5 million so'm bir joyga savdo qilishyapti. Borini aytyapti, 50 million so'rayapti. 50 ga bermaysiz. 50 ga qo'shgan odamga kelishib olib borib beramiz. Asabiyasi bor Vodiy. Yo'q, gap yo'q. Hozir 45,5. Hozir sejiz 45 million 500 ming so'm. Issig'i. O'zimizdan aka. Nomer aytingchi boyaga? 99 ayt nomeringizni. 95lik. 95lik? 442 1525. Chorvadorlar qiziqsiz, ishqoz bo'lsa aloqaga chiqasiz. Qana buzmayapti-yu 45 million 500. 50 ga so'rayapti. Gap yo'q. Hurmatli akalar, ukalar, chorvadorlar, o'zingizlarda ehtiyot qilinglar. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha film tugadi.